hech qanday internetda pullaringizni ko'paytirib beraman, katta daromadga erishaman degan firibgarlarda hech qaysi gapiga ishonmang. Hammasi yolg'on ekan. Majburlagandan keyin plastik kartani tashladi. Bu kimning plastik kartasi edi? Mashinani sotishga majbur bo'ldim. To'xtatdim. Aloqani vaqti to'xtatdim-da, ichki ishlarga murojaat qilishga majbur bo'lib, Cobalt mashinam bor edi. Bular hammasi firibgarlar ekan. Telegramdan Alisher Usmonovning reklamasi bordiki, har bir O'zbekiston fuqarosiga 6 million, 7 milliondan pul beriladi dedi. O'shaga bosdim, keyin ular telefon qilishdi. Biza Alisher Usmonovning nimasidan bizadi, Aleksandr Anatolievich shunaqa deb tanishtirdi. $20 qo'yishingiz kerak dedi. Ha, $20 qo'yishim mumkin dedi. Bankga borib 260 ming tashlang dedi. Plastik kartani tashladi. Bu kimning plastik kartasi dedim. Bu bizani litsenziyonni kassirimizni kartasi. Bunga siz so'mda tashlaysiz, sizni so'mingizni konvertatsiya qilib dollarga o'tkazib shotingizga qo'yib qo'yadi. Keyin pulingizni ko'paytirib beramiz dedi. Ular yana telefon qilib qo'ymadi. Vaqti telefonni olmadim. 9 oydan keyin chiqyapti-da, $20 qo'ygan ekansiz, endi $80 qo'ying, pulingizni $80 qo'yganingizdan $100 bo'ladi, yana $100 qo'yamiz biz sizga dedi. Yana tashladim o'shanga, $100 bo'ldi, ular ham $100 qo'ydi. Tradingga a'zo qilib qo'yishdi o'zlari. Keyin u shotimiz o'sha yerda ko'rina boshladi. $20 qo'yganimiz, $80 qo'yganimiz $100 bo'ldi. $100 bo'lgandan keyin ular ham $100 qo'ydi, $200 bo'ldi. Dollarning kursi bo'yicha birjaga savdoga kiramiz dedi. Kirib ozgina ko'rsatdi. Mana pulingiz ko'payapti deb ko'rsatdi. Mana ko'rdingiz, pulingiz ko'payapti dedi. $200 qo'ysangiz yana $200 qo'yib beraman dedi. Ko'payganini ko'rib $200 qo'ydim. Ular ham $200 qo'yib berdi. Savdoga yaxshi qatnashyapsiz, biz sizga kredit ajratamiz deb telefon qilyapti. Men bankdanman deb. Men tushunmagan holatda mayli dedim. Imtiyozli kredit ajratgan ekan 10 kunga dedi. Tezroq ishlab pulni ko'paytirishimiz kerak dedi. $4,000 10 kunning ichiga 8 ming, 10 ming qilib ko'paytirib berdi. Boyagi $4,000 endi shaxsiy mablag'laringizdan joyiga qo'yasiz dedi. Ha, men ham yordam beraman, hech bo'lmasa yarmini qoplang dedi, yarmini men qoplayman dedi. 2100 ni qarz qavola qilib yopdim. 1900 ni u yopdi. Analitiklar sizga yordam beribdi. Bu bank qoidamizga to'g'ri kelmaydi. O'zingizning hisobingizdan yopishingiz kerak, keyin pulingizni chiqarib beraman dedi. Keyin analitik chiqibdi-da, "Men ham bilganim yo'q, unaqa endi bir amallab yopgin" dedi. Xullas kalom qarz qavola qilib, "4 mingni yopaylik, qani bir amallab 4 mingni beradi-ku keyin" deb o'ylab qarz qavola qilib 4 mingni yopdik. Yopganimizdan keyin birinchi kun $30, ikkinchi kun $30, uchinchi kun $30 qilib 3 marta $90 chiqarib berishdi. Aytdim, "Bu pullaringiz bo'lmaydi" dedim. "Menga $4,000 chiqarib bering" dedim. "Dollargami, oltingami o'ting" dedi. "Men buni bosing" dedi. Bosganimizdan keyin ular boyagi shotimizni nimadir qilib o'zlari minusga chiqarib yubordi. Shot minusga chiqib ketdi. Endi sen yana dedi, shotni qutqarish uchun yana kredit kerak. Senga $10,000 kredit bo'lmasa shotni qutqarib bo'lmaydi deb nima qilib qoldi. Shotni qutqarib qolib endi 10 mingni yana 10 kunga beribdi. 10 kunning ichiga 10 mingni $20,000 qilish kerak deb shotni ko'paytirib, xullas kalom bu sepochka hech tugamay ekanda. U 4 mingda endi 10 ming bo'ldi. Endi 10 kunning ichiga boyagi shotimizdagi pul 20 ming, 30 ming dollar bo'lib qoldi. Kredit yopish kerak, собственным способом yana dedi. Qarz qavola qilib, nima bankdan kredit olib bo'lsa ham yopganingdan sirazi $10,000 ham, $4,000 ham shotingdan hamma pulingni chiqarib beramiz dedi. Aldab shunaqa deganda endi. Men aytdim, xullas kalom bo'lmasa mashinangni sot. Bu deb majburlagandan keyin mashinani sotishga majbur bo'ldim. Cobalt mashinam bor edi. Ular aytgan kartalariga tashlab berdim. Pullaring $20,000 oshdi. Boshqa mashina olasan, bu qarzlaringdan ham qutulasan deb yolg'on gaplar bilan odamni ishonchga kirib, ishontirib, shubhalandim, lekin ular yo'q, bizaniki hammasi ishonchli. Mana buxgalteriyadan
odamlar ko'rding, kassir, litsenziyonni internet orqali o'sha guvohnomani bir marta tekshirtirib ko'rdim. O'shandan keyin ishonmadim ularga. Noqonuniy bu dedi. Litsenziya yuridik faoliyat ko'rsatuvchi tashkilotlarga beriladi. To'xtatdim. Aloqani vaqti to'xtatdimda ichki ishlarga murojaat qilishga majbur bo'lib, hech qanday internetda pullaringizni ko'paytirib beraman, tezda katta daromadga erishaman degan firibgarlarda hech qaysi gapiga ishonmang, hammasi yolg'on ekan. Ijtimoiy tarmoqlarda o'z-o'zidan hech qachon pulni ko'paytirib bermas ekan. Bular hammasi firibgarlar ekan.